Buxoro davlat texnika universiteti ekofaol talabalari bilan tabiatni asra, kelajakni yarat shiori ostida aksiya o'tkazdik. Bu aksiyada faol talabalarimiz universitetimiz atrofidagi chiqindilarni tozalashdi. Bunday aksiyalarni kelajakda yana ko'proq tashkil qilamiz degan umiddamiz. Bunga yordam bergan har bir fakultet, har bir tutor, har bir talabaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunaqa aksiyalarga faol ishtirok etishga sizlarni ham chorlab qolaman. Birlashib biz katta kuchmiz.